Gipsokarton uchun profil ishlab chiqarish. Gipsokarton bugungi kunda qurilish uchun kerak bo'ladigan mahsulotlar ichida eng ko'p sotiladigan xom ashyolardan biri. U yashash uylari, ofislar, savdo majmualari, do'konlar, omborlarga bezak berishda, xullas qurilishning deyarli barcha turlarida ishlatiladi. U nafas oladi yoki havo o'tkazadi va ba'zi bir notekislarni yopishda asqotadi. Shuning bilan yakuniy shpaklyovka qilish, bo'yash va abo yopishtirishga juda ham zo'r tekislik yaratadi. Gipsokarton yordamida me'moriy fantaziyalar amalga oshiriladi. Rostdan ham gipsokarton universal xom ashyo. Lekin uning bu xususiyatlari metal profilisiz bir tiyinga qimmat. Chunki gipsokarton odatda metal profilisiz qo'yilmaydi. Uy sharoitida metal profilni ishlab chiqarish boshida ko'p xarajatli biznes, lekin unga sarflangan pul tez orada o'zini oqlaydi. Yana bir narsa, agar qo'llaringiz mohir bo'lsa yoki tanish qo'ligul slesar toker bo'lsa, bu metal profillarni ishlab chiqaruvchi uskunani qo'lda yasash ham mumkin. Buning uchun videoni oxirigacha ko'ring va biz sizga sovg'a tariqasida ushbu uskunaga erishish yo'lini ko'rsatamiz. Ruhlangan po'lat yoki atsinkoviy staldan profillarni ishlab chiqarish siz o'ylaganchalik o'ta mashaqqatli ish emas, lekin bu jarayonni oson ham deb bo'lmaydi. Shuning uchun ushbu videoni boshqalarga qaraganda uzunroq, mayli, ko'p cho'zib o'tirmasdan muddaoga o'tamiz. Buning uchun sizga birinchi o'rinda profilni bukadigan uskuna kerak bo'ladi. Bunga erishishning ikkita yo'li bor. Birinchisi uni o'zingiz yasaysiz. Qanday qilib deysizmi? Yuqorida aytib o'tgan sovg'amizni unutmang. Bu sovg'ada uni qanday yasash chizmalari bor. Ikkinchisi tayyor uskunani sotib olish. Ko'p tarqalgan uskunalar orasida bir liniyalik uskunalar keng tarqalgan. Ular ma'lum bir profillarni ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Shift uchun yoki yo'naltiruvchi profillar. 1 daqiqada 10 metr profil ishlab chiqarish mumkin. 1 soatda 500 metr degani. Agar bir ish kuni 8 soatga teng bo'lsa, 4000 metr profil ishlab chiqarsa bo'ladi. Bir oy ichida chiqargan profillaringiz 88000 metrgacha yetishi mumkin. Juda qiziq, to'g'rimi? Agar bunday uskunani sotib olmoqchi bo'lsangiz, metal profilni bukadigan uskunaning Knauf nomli eng zo'ri $10,000 atrofida turadi. Bu uskunani sotgan firma vaqti kelganda alohida haq evaziga uni ta'mirlash ishlari bilan ham shug'ullanadi. Siz videoni shu joyigacha sabr bilan kutganingiz va reklamani ko'rganingiz uchun sizga ushbu uskunani qayerdan sotib olishni ma'lum qilamiz. Agar sizda ushbu uskunani sotib olish imkoniyati bo'lmasa, uni qanday qilib yasashni chizmalar orqali bilib olishingiz mumkin. Tavsifda ushbu uskunaning 3D modeli mavjud. Arxivni yuklab oling. Oddiy bitta dasturchani o'rnatasiz. Buning qiyin joyi yo'q. Keyin chizmalarni ochasiz. Mabodo chizmalarga tushunmasangiz, ularni qog'ozga chiqarib ustalarga ko'rsatishingiz mumkin. Bu kabi ma'lumotlar videoning tavsifida keltirilgan. Endi ishlab chiqarish jarayoniga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, ishlab chiqarish jarayoni uncha murakkab emas. Ruhlangan metal roliklar orqali o'tib boradi va har bir rolikdan o'tib shaklini asta o'zgartirib boradi. Shuning bilan metal asta-sekin bosqichma-bosqich tayyor profil holatiga aylanib boradi. Profillarning turlari asosan 4 xil bo'ladi. Birinchi, stoyka yoki tirgak profil. Eng ko'p tarqalgani CV 50, 75, 100 profillari. Ikkinchi, yo'naltiruvchi profillar. Bularga UV 50, 75 va 100 profillari. Uchinchi, devor profillari. 81 mm metalldan ishlab chiqarilgan UD 27 profillari. To'rtinchi, shift yoki patolog profili. 123 mm metalldan ishlab chiqarilgan CD 60 profili. Profillar turlariga qarab har xil qalinlikdagi o'ramli ruhlangan metallardan ishlab chiqiladi. Uning nomini qisqa qilib strips deyshadi. Ko'rib turganingizdek, uy sharoitida profil ishlab chiqarish katta foyda keltiradi. Shuningdek, boshlang'ich sarflagan mablag'ingiz 7-8 oyda qoplanadi. Ozgina uzoqroq vaqt, to'g'rimi? Chunki bu jiddiy biznes. Boshlanishida xaridorlar faqat bozorlar va qurilish xomashyollari sotiladigan do'konlar bo'ladi va ular bilan shartnoma tuzish kerak bo'ladi. Biz shularni ham hisobga olgan holda ushbu muddatni aytdik. Gipsokarton uchun profillarga talab doimiy va juda katta. Agar ishlab chiqarish jarayoniga jiddiy kirishilsa, amaliyot oshib, ko'z pishib, kamchiliklar aniqlanib, ular yo'qotilsa, sizga bir umrlik doimiy pul manbai bo'lib qoladi. Gipsokarton uchun profillar ishlab chiqarishga va ularni sotishga qat'iy bel bog'lang. Natijada mehnatingiz uchun juda katta mukofot olasiz. Agar sizga ushbu video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va menga yoqdi tugmasini bosing va albatta ushbu videoni do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Sizni bundan keyin ham qiziqarli biznes turlari bilan tanishtirib borishdan mamnun bo'lamiz. Aytgancha, ushbu loyihalarni ko'rsatish mobaynida reklama roligini to'liq ko'rishni tavsiya qilamiz. Reklamadan tushgan barcha mablag'lar ona diyorimizda ichimlik suvi muammosini hal etishga qaratilgan loyihalarga sarflanadi. Arzimagan reklama roligini to'liq ko'rish orqali siz qo'lingizdan kelganicha bizga yordam bergan bo'lasiz va bizning keyingi ishlarimizga ilhom bag'ishlaysiz. Oz-oz o'rganib dono bo'lur, qatra-qatra yig'ilib daryo bo'lur.